vaziyatlar bo'lgan menga qo'shig'ingni sotasanmi Unaqa vaziyatlar ko'p deyishgan. chiqadi. Endi o'sha vaqt endi hozir bunaqa men hozir bu yo'lga milliy tatuировка deydimi, nima deydi buni? Kubok biz tilimizda. Zo'r-ku. Albatta. Anchagina og'ir ekan-a? Ha, shunday. Juda ham zo'r. Ko'p hollarda men do'stim bor, Sudin Mirzo, do'stim bilan o'sha vaqtda birga turardik, o'sha yotoqxonaga. Asosan bizning spesimiz bo'lgan-da. Tugash vaqti kirib qolardi ko'p vaqt keyin. Hozir estrada rivojlanib ketdi o'sha yo'lga. O'sha vaqtda 2009-yil ko'pchilik mana shunaqa milliy yo'lga ijod qilingan qo'shig'ingni sotasanmi deyishganda menga. Keyinchalik baribir o'sha san'atga bo'lgan qiziqish, san'atga bo'lgan san'atni o'zini o'ziga tortib viloyatimizning asosiy bayramlarida ijro qilganman o'sha ashulamni. Birinchi muallifga qo'shig'im Yakkaxon chiqqan. Nima deydi? Qiziqib yaratganman buni. O'zimga yoqib o'sha g'oyalari ham. O'z bastalar. O'zim g'oyalarimni o'zim qilganman. O'rama soch mayda, qoshi qalam yor qayda. O'rama soch mayda, qoshi qalam yor qayda. Bag'rim kabob qilib bilmam ketdi yor qayga. Bag'rim kabob qilib bilmam ketdi yor qayga. Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida Finjon TV kanali hamda Kamin Aslanbek Shodiyev. Bugungi ikkinchi ko'rsatuvimizni, xudo xolasa, o'sha siz bilgan, siz sevib qo'shiqlarni eshitayotgan serqirra ijodkorimiz, o'sha ko'plab mualliflik qo'shiqlariga ega bo'lgan ijodkorimiz Nodir akamiz Mamatqulov uylarida mehmondamiz. Assalomu alaykum Nodir aka, bizni chiroyli kutganingiz uchun rahmat akajon. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Finjon TV kuzatuvchilari, muxlislari. Aslanbek, xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling aka. Xolasa bugun ijodiy suhbatimizni boshlaymiz aka. Tayyormisiz? Albatta, tayyorman. Albatta. Qani ketdik unda. Nodir aka, sizni o'sha san'atga, ijodga birinchi qadam qo'yishlaringizdan boshlasak, birinchi suhbatimiz nasib bo'lsa, o'sha san'atga kirib kelishingiz qanaqa bo'lgan? Endi hammada har xil bo'ladi. Kimdir televizorga qarab qiziqib qolishadi, kimdir konsertlarga borib qo'shiq aytgan artistlarga qiziqib qolishadi, san'atkorlarga. Sizda qanaqa bo'lgan? Rahmat, savol uchun Aslanbek. Men o'sha san'atga kirib kelishim bu yoshligimdan o'zi qiziqqanman san'atga, mana shu ashulachilikka, qo'shiqchilikka. Yoshligimizda o'sha Muhriddin Xoliqov, Oxirjon Madaliyev qo'shiqlarini eshitib katta bo'lganman. O'sha o'rta maktabda o'qib yurgan vaqtlarim ham o'sha san'at tadbirlarida, san'at o'yinlari degan ko'rik tanlovlar bo'lardi. O'shanga maktabda qatnashib, qo'shiqlar kuylab, mana shunaqa shijoat bilan kirib kelganman. Keyin ustoz san'atkorlarning qo'shiqlarini eshitib, keyinchalik mana shu qiziqishlar nima deydi, jo'shib, alanga olib, keyinchalik mana shunaqa o'z kuchini ko'rsatgan. O'z kuchini ko'rsatdi. Mana shunaqa qayerdan qilganini aytib ketaymi shu o'rtaga? Ha, bemalol. Keyin mana keyinchalik mana shunaqa qiziqishlar o'z kuchini ko'rsatib, mana Qarshi san'at bilim yurtiga boshlab keldi mani. Necha yilda kelgansiz san'at bilim yurtiga? Men o'zi kechroq kelganman-da, o'sha aytayapman-ku, men tortinchoqligim shu ozroq uyalish hissi ko'proq bo'lgan, o'sha keyinchalik baribir o'sha san'atga bo'lgan qiziqish, san'atga bo'lgan san'atni o'zini o'ziga tortib, baribir shu sohaga kirganman. O'rta maktabni tugatganimdan keyin 2004-yilda Qarshi san'at bilim yurtiga topshirganman. Xo'p, dirijorligi fakultetini tugatganman. 4 yillik bo'lganda adashmasam oldindan. Yo'q, 3 yillik vaqt o'qiganman. Kollej bo'lgan vaqtda. Aktrisa qo'shiqlarsiz hozir ko'p menimcha adashmasam. O'zim o'rama soch nimalar bo'ldi? Lalaxon. Shunday. Lalaxon ashulangiz menga bor. Men doim eshitib yuraman. Repertuarlarim ichida bor. Men o'zi birinchi o'sha avtorskiy o'sha mualliflik qo'shig'im o'rama soch mayda qo'shig'ini yaratganman o'zim. O'rama soch nechinchi yilda nima qilgansiz, yaratgansiz?
uni tekstlari, so'zlari, o'sha musiqalari hammasi o'zingiz qilgansiz, to'g'rimi? Ha, o'rama sochi mayda degan ashularni men birinchi o'zimni avtorskiy mualliflik qo'shig'im o'sha o'rama sochi mayda. O'sha 2009-yilda yaralgan va birinchi marta o'sha Navro'z umumxalq bayramida ijro qilganman. O'sha katta sahnada viloyatimizning asosiy bayramlarida ijro qilganman o'sha ashularni. Birinchi mualliflik qo'shig'im o'rama sochi mayda. Ha, yakkaxon chiqqan. U o'rama soch. Nima uchun aynan o'rama sochi? Ha, o'rama soch endi men san'atkor shunda nima bo'ladiki, o'sha bitta narsani ko'rib qolsangiz ham, masalan, qizlarning masalan o'rilgan sochini shuni ko'rib qoldingizmi, o'shanda ilhomlanasiz. Nima bir g'oya keladida, o'shandan ilhomlanib, keyin mana shunaqa asarlar shunda yaralib ketadi. O'zim bilmaysiz qaydan kelganini. Yo'q, bu endi Alloh tomonidan yuqtirilgan narsa-da, bu o'sha shunaqa ijod shunaqa boshlanadi. O'shanda bitta g'oyasi kelib qoladi. Sekin-sekin bitta ko'plikni yozasiz, keyin yana mana shunaqa yaralib qoladi, kelaveradi tekstlar, ideyalar. Bir to'rt qator eshitib ko'ramiz. O'rama sochdan jonli ijro bo'ladi. O'rama soch mayda, qoshi qalam yorqayda. O'rama soch mayda, qoshi qalam yorqayda. Bag'rim kabob qilib bilmam ketdi yorqayga. Bag'rim kabob qilib bilmam ketdi yorqayga. Mana shunaqa bo'lib, ana shunday asarlar birinchi o'zimning mualliflik qo'shig'im yaralganda o'zimning ichimdan shunaqa hissiyotlar o'tgan. Birinchi mualliflik qo'shig'i birinchi his-hayajonlar bo'lgan. O'sha payt shunday vaziyatlar bo'lgan menga, qo'shig'ingni sotasanmi? Deyishganda. Endi o'sha vaqt, endi hozir bunaqa men hozir bu yo'lga milliy hozir estrada rivojlanib ketdi o'sha yo'lga. O'sha vaqt 2009-yil ko'pchilik mana shunaqa milliy yo'lga ijod qilingan qo'shig'ingni sotasanmi deyishganda menga. Menga bir inson keyin shunday ustoz mana shunday qo'shig'ingni sotasanmi deb aytayapti. Men nima qilay deganimda bir inson menga shunday maslahat berganki, qara Nodir, ashula ham qo'shiq ham insonning farzandi kabi bo'ladi. Hech qachon ko'rgansan farzandini? Birovga qo'shib o'zimni qo'shig'im deb ijro qilding, aytding. Shuning farzandi kabi bo'ladi. O'shancha sotma degancha, o'sha sotmagan o'rimiz. Birinchi ashula sotib olsangiz, keyin hech kim bilmaydi masalan. O'sha menga keyin o'shanda asar yarata olasizmi, yo'qmi, uni bilmaysiz. Agar bu qo'shig'ingiz vaqti nima deydi, hit darajasiga yetgani o'zi undan ham oshib ketsa sizga alam qiladi keyin. Bekor sotgan ekanman deb. Endi juda ham ommalashib ketmagan bo'lsa ham, lekin o'zini o'sha vaqtda o'zini muxlislariga, o'zini auditoriyasiga ega bo'lgan o'sha eshitgan odamlar ham yaxshi asar yaralibdi deb sizlar ham eshitib ko'ring, e'tirof etishganda. Albatta. Keyin u qo'shiqda tekstlarni qanday yozgansiz? Masalan, bu to'rt qatordan keyin yana ikkinchi ko'plikni yozmoqchi bo'lsangiz qanaqadir ideya kelmay qolishi mumkin-ku. Qancha vaqt cho'zilgan u qo'shiq yozmoqchiman. Endi qancha vaqt davomida yaratilgan ashula? Bitta narsani aytib qo'ymoqchiman. Men shoirlikka davoyim yo'q o'zi. Lekin ijodkor xalq borki, mana shunday ijrochi bor, ijodkor bor. Mana shu ijodkor bo'lganingizdan keyin o'sha so'zlar ham keladi-da, o'sha aynan masalan she'rlar ko'p, lekin qo'shiq bo'ladigan she'rlar kam bo'ladi. O'shaning uchun menga o'sha so'zlarni ham nima qilib ilhomlanib, o'sha aynan o'rama soch mayda, qoshi qalam yorqayda, bag'rim kabob qilib bilmam ketdi yorqayga, o'sha qofiyalarni kelishtirib. Endi ozroq vaqt ketgan, endi hozir aniq esimda yo'q, lekin anchagina yaratilgan. Siqilma ashulasiga o'xshab 4 yil, qancha oy, 6 oymi ketgan. Eshitdingmi? Shunday hali uncha uzoq vaqt yaratmaganman, lekin ishqilib vaqt ketgan. Qanchadir. Keyingi ashulalarsiz qaysi? Adashmasam nimalar bo'ldi degan ashulalar bor. Keyin nimalar bo'ldi degan ashularimiz yaraldi. Undan oldin Nargiz degan ashularimiz bor. Keyin onalarimiz haqida, onajonim, o'zimning onajonim ashulasi. Keyin G'ayra degan ashularimiz bor. Keyin Lalaxon bor, bilasiz. Lalaxon eng yoqqan ashulalardan bittasi menga.
Lalixonni yaratilish tarixi haqida gapiramizmi? Albatta, u Lalixonni o'zi o'shuncha kiyman men sizga aka. Lalixonni qanday yaratilgani haqida eshitish uchun. Lalixon o'sha Lalixonni hozir bir bitta pauza qilaylik. Mayli. Mayli ketaversin yerda. Ketaversin. O'sha Lalixon qo'shig'ini yaratilishi ham, yaralish tarixi ham qiziq bo'lgan. Shunday bitta davlat tadbirida ishtirok etganimizda shunday birdan ustozlarimiz ashulasi bor-ku, biz Lalixon hayda qo'ying deb boqaman. O'shani aytyapman, o'yladimda. Keyin Ozodbek Nazarbekov ustozimizni ham Lalixon degan ashulasi bor. Keyin men ham Lalixon haqida qo'shiq yaratsammikin deb Lalixon degan so'zni ushlab olib, o'sha ushlagandan keyin o'ylab mana shunaqa qanday ideya qilsam bo'ladi, qanday g'oya qilsam bo'ladi deb keyin ancha bo'lgan buni lekin bir 3-4 oylarga cho'zilganda buni ham zo'r chiqqanda chiroyli oyning o'zi asanda yashirin so'zi. Undan ham qo'rqadirishlar baland Lalixon boyning qizi. Mana shu qo'shig'imizni ham mana shunday nima deydi? Qiziqib yaratganman buni. O'zimga yoqib o'sha g'oyalari ham, o'z bastalar, o'zim g'oyalarini o'zim qilganman. Musiqasini aranjirovka deydi san'atkorlar tiliga. Sardor Bozorov degan bastakor do'stimiz bor. Sardor Bozorov musiqasini bastalagan. Tekstini o'zi yozgansiz? So'zini o'zim qalamimga mansub. O'zim ko'p yozib turaman, o'zim Nodir Shoh taxallusi ostida ijod qilaman. So'zlari ketgan vaqti. Aka, Xirgoyi qilgan. O'sha qo'shada Xirgoyi qilyapsiz. Lalixonni. Albatta, bir qatorning boshini. Chiroyda oyning o'zi, asalday shirin so'zi, buncha dimoqlar baland, Lalixon boyning qizi, buncha dimoqlar baland, Lalixon boyning qizi. Lalixon, arazlamang Lalixon, Lalixon, arazlamang Lalixon. Shu chinni piyolada choy quyasiz Xalixon, shu chinni piyolada choy quyasiz Xalixon. Zo'r qo'shiqlaganda. Mana shunaqa yaralgan Lalixon. Zo'r. Ha, endi bitta Lalixon o'zlari ham eshitdimi o'shada? Lalixonni o'zlari Lalixonni eshitgan. Men ham ko'rsalar chatoq bo'ladi. Birinchi yangingizni eshitganmiz. Yaxshi. Bemalol cholavering tomoq bilan. Finjon TV stakanlaridan. Finjon TV. Albatta, reklama biri bo'ldi. Albatta. Intervyu TV. Aka qarang, siz hozir shu darajagacha sizga endi serqirra ijodkorsiz, sizni tanigan odam albatta ijodlari haqida to'liq ma'lumotga ega. Shunday. Shaxsan men ham to'liq ma'lumotga ega bo'lmasam ham, ishqilib siz bilan anchadan beri salomatligimiz bor, aka-ukachiligimiz bor. Xudo xohlasa aka, sizni shu darajaga yetishingizgacha kimlar yoki nima sabab bo'lgan deb o'ylaysiz siz san'at bo'yicha, ijodingiz bo'yicha? Rahmat savol uchun Aslanbek. O'zi o'rta maktabda o'qigani savol uchun Aslanbek rahmat. Mani ustozlarim o'sha birinchi o'rta maktabdan Pog'onadan yoshlikdan chiqib kelgan vaqtim. O'rta maktabda musiqa fanidan mani bu kishini ham nomini tilga olmasdan ilojimiz yo'q. Chunki o'sha birinchi mani talantimni yuzaga chiqargan, topgan inson o'sha kishi. Xolbekjon Ro'zmurodov degan hozir ham bor bu inson ustozimiz. Ustozini ko'radi albatta. Ustoz ko'rgan bo'lsalar. O'rta maktabda mani ustozim Xolbekjon Ro'zmurodov o'qitgan. Keyinchalik Qarshi san'at bilim yurtiga kelganimdan keyin xor dirijorlik bo'limida tahsil olganman. Bizni xordan Gulondon Hamrayeva, keyin vokaldan menga Egamberdi Tursunov degan bizning katta ustozimiz bor. U kishidan ham ozroq darslarini olganman. U kishi keyinchalik konservatoriyaga ketib qolganlar. Keyin qolganini yana o'sha kollejdagi ustozlarimizdan tahsil olganman. Keyin kollejni bitirganimdan keyin kollejni tugatib, to'xtang, shu kollejni bitirmay turing. Kollejda hali qiziqarli voqealar ko'p bo'ladi. Masalan, o'zim hozir san'at kollejida o'qiyman. Ixtisoslashgan san'at maktabi bo'lgan hozir.
Bizda ham ko'p voqealar bo'ladi-da, ustozlar bilan. Sizda qanaqa bir qiziqarli voqealar bo'lgan? O'sha esda qolarli kursdoshlar bilan, ustozlar bilan. Qiziqarli voqealar. Masalan, darslar qochish bo'lgan. Hozir bizda ham mana darslar qochish. Endi kollej vaqti shunday bo'ladiki, mana asosan mana bu darsliklar, ona tili, adabiyot, ijtimoiy fanlar ertalabga qo'yilgandi bizga. Spes fanlar obeddan keyin 1:30ga qo'yilgan. O'sha aynan charchoq bosadigan vaqtga qo'yilgan. Ko'p hollarda men do'stim Boqsidin Mirzo, do'stim bilan o'sha vaqtda birga turardik. O'sha yotoqxonaga. Qiziqarli voqealar do'stim bilan kelib, o'sha obed qilib, endi darsga boramiz degan vaqtda ko'p hollarda uxlab qolardik. Keyin uxlab uyg'onib ketganimizdan keyin endi soatga qarab darsga borishga necha bo'ldi? Xo'r tugashiga kirib, xo'r darsi o'sha asosan bizdan spesimiz bo'lganda, tugash vaqti kirib qolardi ko'p vaqt. Keyin domlamiz koyib berardi o'sha vaqtda. Sizlar hamma ijtimoiy fanlarga kirib, nima spesga kirmaysizlar deb. Ana shunday qiziqarli voqealar bo'lganda. Qiziqarli voqealar ko'p bo'ladi hali. Ko'p bo'lgan. Ayrimlarni aytmasak ham bo'ladi, chunki ko'p voqealar bo'lgan. Endi o'sha vaqtda ham yoshlik qilib darslardan qochganmiz, qiziqarli voqealar, qiziqarli voqealar ko'p bo'lgan endi. Ustozlarga yana bir to'xtasak, endi o'ziga eng yoqqan, nima deydi, darslariga doimiy kiradigan ustozingiz kim bo'lgan o'sha san'at kollejda? Kollejga men eng yoqtirgan darsim o'sha xo'rni yaxshi ko'rganman, chunki xo'rda spes fanimizda xo'r bo'lgan, asosan xo'rda soprano, alt, tenor, bas hamma ovoz birgalikda unison kuylashdi. O'sha yoqqa o'rgatgan bizlar ustozlarimiz, o'zi Gulondan Hamrayev ustozimiz. Bizlarga ovozlarni to'g'ri yo'lga qo'yishni, ovozni qanday ishlatishni, hamma partiyasi har xil bo'ladi. Men ovozim bariton, lirический bariton. O'sha bariton qanday kuylash kerak, pastki partiyani qanday kuylash kerak, tenorlarni qanday kuylash kerak. Ovoz qanday chiqadimi? Meni ovozim lirический baritonda, ustozlarim shunday tashxisini qo'ygan ovozimni. Lekin chiroyli ovozingiz bor. Rahmat. Yoqar ekan. Rahmat. Eng yaxshi ko'rgan meni o'zi o'sha darslarim xo'rni juda yaxshi ko'rganman, shuning uchun xo'rga kirganman. Bitta yarim darslarni qolib ketgan bo'lsa. Albatta. Endi kollej tugatib, bilim boshqa ijodlaringizga hozirga o'tsak bo'ladi endi. Kollej tugatganingizdan keyin ishga kirdingizmi, nima qildingiz? Hozir davlat ishida ishlaysiz. Albatta. Qashqadaryo viloyat filarmoniyasida. Shunday. Biz men o'sha kollejda o'qib yurgan paytlarim meni u vaqtlarda viloyat ashula va raqs ansambli direksiyasi bo'lardi. Uni qoshida studiya bor edi. O'sha butun o'sha Qashqadaryoda bitta studiya bor, katta studiya. Uni ko'pchilik bilar. Akmal Ahmedov boshchilik qiladigan o'sha A studiya deydi. Eshitganman, hozir ham Akmal o'sha yoqqa kelib yurardim, o'sha og'aylarim bor edi. O'sha og'aylarim oldiga kelib yurardimda, o'sha ovozlar qanday yozilar ekan, asarlar, o'sha yangi qo'shiqlar qanday yaralar ekan deb qiziqib yurardim. O'sha bizni masalan hozirgi mana shu darajaga yetishimga Akmal Ahmedovning hissalari juda katta. Men kollejdan keyingi o'sha meni o'sha iste'dodimni yana bir yuqoriga olib chiqqan, o'sha ochilmagan qirralar ochilgan ko'p narsani o'rganganman Akmal Ahmedovdan. San'at sirlarini, o'sha musiqa sirlarini ustozga juda rahmat aytib qo'yaman. Ustoz, hammasi uchun rahmat sizga. Ustozlar ham ko'rib turibdilar albatta. Men shu kommentariyaga 8 dan 10 dan ko'p fikr yozganlar. Albatta. Rahmat. Mana shunday keyin o'sha kollejni yaxshi baholarga tugatib, o'sha keyin o'sha yuqorida aytib o'tdimmi, kelib yurardim, studiyaga qiziqardim. Keyin kelib o'sha qiziqishlarning hammasi mana shunaqa jam bo'lib, keyin o'sha jamoaga o'sha ashula va raqs ansamblida bizni o'sha vaqtda rahbarimiz ham ustozimiz, yana bitta ustozimizni nomlarini tilga olib o'taman, Bahrom Ismoilov bizni o'sha yoqqa, o'sha direksiyaga qabul qilgan, ishga olgan inson Bahrom akam bo'ladi. Keyinchalik o'sha ashula va raqs ansambl nomlari o'zgarib, o'sha prezidentimizning qarorlari bilan O'zbekiston davlat filarmoniyasi qayta tashkil bo'ldi 2019-yilda. Hozirgi kunda mana shu O'zbekiston davlat filarmoniyasida xonanda bo'lib faoliyat yuritib kelmoqda.
o'z ijodlaringizni ham o'sha yerda davom ettirasiz. davom ettiryapman. Xonanda lavozimida ishlayman. Nodar aka, o'sha filarmoniyaga ishga kirganingizdan so'ng qanday yutuqlarga erishdingiz? Filarmoniyada faoliyat yuritganimizdan keyin bir qancha ko'rik tanlovlarda omadli ishtirok etdim. O'sha asosan Yagona muqaddas vatan ko'rik tanlovida ishtirok etganman. Faxrli 2-o'rin sohibi bo'lganman. Albatta, siz alishgangiz edi ikkinchi o'rin. Rahmat. Katta Va o'tgan yili 2024-yilda o'sha bizni kichkinagina xizmatimizni yuksak baholab o'sha filarmoniyani 88-mavsum ochilishiga taklif qilindik. O'sha poytaxtimizga Xalqlar do'stligi saroyida bo'lib o'tdi bu uchrashuv va o'sha yerda bizni o'sha shuncha yillik xizmatlarimizni yuksak baholab o'sha diplom bilan mukofotladi. O'sha endi bu diplom bormi? ha, albatta bor. Bu ijodkor uchun bu e'tiborda bu. Qancha ijodkorga e'tibor bo'lsa, e'tirof etilsa, yanada chuqurroq ijod qilishga, mehnat qilishga o'zingizda ishtiyoq paydo bo'ladi. Albatta, mana bu masalan ko'rishingiz mumkin. Idishlari zo'r, bemalol ko'rishingiz mumkin. O'zbekiston Davlat filarmoniyasi va uning hududiy bo'linmalari 2023-2024 yilgi konsert mavsumi davomida o'zining faol ishtiroki va iste'dodi bilan soha rivojiga qo'shgan hissasi uchun Qashqadaryo viloyat hududining bo'linmasining vokal artisti Mamatqulov Nodirjon diplom bilan taqdirlanadi. Juda zo'r. Sizga nasib qilsin aka. Rahmat. Albatta, buni qo'shishingiz mumkin. Va yana mana bu tatuировкасы. Tatuировка deydimi, nima deydi buni? Kubok biz tilimizda. Zo'r-ku. Albatta. Anchagina og'ir ekan-da. Ha, shunday. Juda ham zo'r. Nima qo'yishimiz mumkin? Sizga nasib qilsin, juda ham zo'r. Ilohim. Albatta. Nodir aka, keling mavzuyimizda tub o'zgarish qilaylik. Sizga qisqa savol beraman, qisqa so'zlar aytaman, siz qisqa javob berasiz. Iloji boricha. Tayyormisiz? Tayyorman. Ketdik. Baxt siz uchun nima? Baxt bu ertalab ishga ketib, ishdan charchaganingizdan keyin shoshilib uyga kelishlik, u uyga shoshishlik men uchun baxt. Uyida baxti borlar har yerda baxtiyordir. Do'stlik. Do'stlik haqida insonni do'sti ko'p bo'lmaydi yoki bitta ikkita. Eng birinchi navbatda ota-ona do'st. Ota-onadan yaqinroq do'st bo'lmaydi. Nodir aka, siz uchun omad. Omad. Ko'pchilik omad haqida, meni fikrim 99% harakat qilsangiz, 1% omad. Albatta, 1% gina omadga 1% gina omadga bog'liq. Demak, 99% harakat qilishimiz kerak. Faqatgina omadga ishonib qolmaslik kerak ekan albatta. Juda kerakli so'z bo'ldi bu. Aka, salgina lirik chekinish qilsak, agar san'atkor bo'lmaganingizda qaysi kasb egasi bo'lardingiz? Mana shu savol o'zimga juda ham qiziqarli bo'ldi. Agar men san'atkor bo'lmaganimda yaxshi oshpaz bo'lishim ham mumkin edi. Chunki hamma ovqatlarni tayyorlashni bilaman. Ko'proq oshga sal qiynalishim mumkin, qolgan hamma ovqatni bilaman. Albatta. Aka, endi bolalik haqida bir savol bermoqchiman. Bolalikka to'xtagan sababi sizga shunday bir imkoniyat bo'lsa-ki, shunday bir vaqt mashinasiga o'xshagan narsa bo'lsa-ki, o'sha bolalikni qaysi vaqtga qaytardingiz? Yoshligim meni, bolaligim. Agar menda shunaqa imkoniyat tug'ilganda, men ukalarim bilan, akalarim bilan bitta ko'rpada o'sha onam rahmatli joysi bergan vaqt yotgan o'sha bolaligimga ukam, akam bitta ko'rpada yotishgan davr bo'ladi-ku, o'sha davrga qaytishni xohlagan bo'lardim. Hamma xohlasa kerak buni. Albatta, albatta. Demak, Nodir aka, bu yerda hozir sizni ashulalaringiz juda ham ko'p yozilgan ekan. Shuning uchun
o'zingizdan bir ikki ovoz chiroyli o'ziga yoqqan eng yaxshi qo'shiqlaringizdan eshitsak. Endi hammasi ham yaxshi, zo'r qo'shiq u. Endi o'zingiz tavsiya bergan qo'shiqlaringizdan ikki qator jonli ijro etib bersangiz, keyin boshqa qo'shiqlarga o'tamiz. Xo'p bo'ladi. Shu kezi kelganda aytib ketishni joiz deb topdim. Biz ijodimizda hozir ijodiy jarayonlar ketyapti. Ikkita qo'shiq ustida ish olib boryapmiz. Bittasi Bedor yurak deb nomlanadi, yana bittasi Yo'lga chiqdi karvon nomi bilan ketadigan ashulalarimiz ustida ish olib borilyapti. O'sha Bedor yurak hamda Yo'lga chiqdi karvon taronalari ustida hozir ish qizg'in davom etyapti. Aranjirovka bo'lyapti hozir ikkalasi ham. Tez kunlarda tomoshabinlar, muxlislar e'tiboriga havola etamiz. Premyera bo'lar ekan. Premyera bo'ladi. Albatta. Finjon TVda. Finjon TVda birinchi Aytib marta o'tyapti. yangraydi hozir. O'sha Yo'lga chiqdi karvon taronasidan bir kuflik ijro qilib beraman. Jonli ijroda. Jonli Nodir ijro. akamiz Navbatqulovdan. Yo'lga chiqdi karvon, menga bu bir armon, go'zal yorim ketar Qashqadaryo tomon. Yo'lga chiqdi karvon, menga bu bir armon, go'zal yorim ketar Qashqadaryo tomon. To'yi bugun boshlandi, mayda qadam tashlandi. To'yi bugun boshlandi, mayda qadam tashlandi. Mendek qarib bechora, oshiq ko'zi yoshlandi. Mendek qarib bechora, g'amgin ko'zi yoshlandi. Yo'lga chiqdi karvon, menga bu bir armon, go'zal yorim ketar Qashqadaryo tomon. Judayam chiroyli ashula. Demak, buni to'liq versiyasini tez kunlarda Nodir akamizdan premyera eshitib qolamiz. Albatta. Judayam chiroyli qo'shiq, judayam aynan Qashqadaryo uchun yozilgan adashmasam. Rahmatlar. Albatta, judayam zo'r. Endi Nodir aka, siz bilan suhbatlashsak, ertalabgacha ham suhbatlashamiz. Afsuski, endi yakunlasak ham bo'lar, ha. Ming afsuslar bo'lsin-kim, anchagina kech bo'lib qoldi. Shuning uchun tugatmasak bo'lmaydi ko'rsatuvda. Albatta rahmat Aslanbek, asosan tashrif uchun, hurmat qilib kelibsizlar. Rahmat yo'qlab kelganlaringiz uchun. Finjon TVni bu albatta yangi kanal, yangi YouTube'da faoliyat boshladi. Kelgusi ijodiy ishlaringizga omadlar tilab qolaman. Finjon TVni kuzating va menimcha hali yangiliklar hammasi oldinda. Albatta, xudo xolasa bu oxirgi ko'rishimiz emas. Xudo xolasa hali ko'p intervyu olaman sizdan, albatta. Xudo xolasa nasib qilsa. Finjon TVni kuzatib turgan kuzatuvchilarga ham, muxlislarga ham omad tilab qolamiz. Har doim yaxshi kunlarda ko'rishlikni hammamizga nasib qilsin. Albatta. Nodir aka, sizga tashakkur bildiramiz. Chiroyli fikrlaringiz uchun, chiroyli suhbat uchun mingdan ming rahmat akajon. Bizni iliq kayfiyatda kutib olganingiz uchun ham, chiroyli dasturxoncha mehmon qilganingiz uchun ham alohida kattakon rahmat akajon. Rahmat. Tashrif uchun sizlarga ham kattakon rahmat. Finjon TVni ham kelgusi ishlariga ulkan zafarlar, omad tilab qolamiz. Albatta, bu oxirgi siz bilan uchrashuvimiz emas. Kelgusi ko'rsatuvlarda albatta yana shu xonadonda eshigini taqillatib kelamiz aka, xudo xolasa. Albatta. E'tiboringiz markazida Finjon TV kanali bo'ldi. Hamda Kamina Aslanbek Shodiyev. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kelgusi ko'rsatuvlarimizgacha ko'rishguncha xayr deb qolamiz.